Assalomu alaykum aziz do'stlar. Va nihoyat YouTube'dan 100 ming obunachi uchun kumush knopka keldi. Men bunu ishlatdim videolarda. Buni videoga olmaydi bo'ldi. Buni ochaydi. Ko'pchilik so'rab yotdi, lekin kommentariyada balki knopkangiz qachon keladi? Knopka beramiz sizga. Yo'qmi deb knopka bugun keldi. Adashmasam 10 kunlar vaqt ketdi bu knopka kelishiga ham. Mana men ochaman. Montaj qilayotganda kesishsan, bunaqa qilasanmi? Aman ukan. Mana shu knopka. Bu nima bu? Kartochkasi bor ekan ichida. Congratulations. Tabriklayman deydi Rik. Rik degan odam juda yozibdi ekan. Uchi. Birinchi obunachingni eslaysanmi deydi. Da o'zimga o'zim bosdim. O'zimga o'zim bosdim. Ikkinchi programda yana bir knopkamiz ham bor ekan. Endi nima ekan bu? Men buni og'ir narsa deb o'yladim o'zi aslida. Bilibsanmi? Ko'rdingmi? Orif bo'ladiganmi? Bu og'ir, haqiqiy bir kumush bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo bu tasmasa qutiga o'xshaydi. Mana bu ichidagi kumush bo'lsa kerak-da, yaltirab joyi. Yana bor. Ana sinmaydi. Bu recognize your team. Bu mana knopkani yasaganlardiki, kim mana? Buni nima bilmayman lekin. 2 gramda. Sasmaslik uchun. Shu bo'ldi. Rahmat hammaga obuna bo'lganlar uchun 100 ming ta obunachiga yetishimga barcha obunachilar sizlarning katta hissalaring bor. Kanalimga, Telegram kanallarimga, Instagramga, YouTube'imga barchasiga obuna bo'layotganlaring uchun sizlarga kattakon rahmat. Bundan men juda ham xursandman, o'zim juda ham faxrlanyapman va kelgusida ham bir-biridan qiziqarli, bir-biridan ajoyib bo'lgan videolarni yana chiqarishga harakat qilaveramiz, o'rganaveramiz. Katta rahmat men bilan birga bo'lganligingiz uchun. Deyish kerak edi menimcha, to'g'rimi? Rahmat hammaga.